Yangi tadbirkorlar oyoqqa turib olishi uchun ayniqsa ular faoliyat boshlagan birinchi yilda qo'llab-quvvatlashni juda muhim deb o'ylayman va biz ko'makchi bo'lishimiz kerak. Albatta chaya, ilon, har xil hasharotlar hamma narsa bo'lganda. Sizlar mana televideniyadami, sizlar blogermi, sizlar bilmadiku. Sizlarga o'xshaydigan 100 tasi kelyapti-da, bu bolalarga ish qildirmayapti. Aynan bir ijtimoiy tarmoqlarda chiqqan narsaga popkalaringni ko'tarib, hali issiq o'rnlaringni sovutib yugurib kelaversalaring. Xilvat joy bo'lgan. Odamni o'ldirib tashlab ketsa ham bilmaydi albatta. Gapni ochig'ida. O'zbekiston Respublikasi fuqarolarisizlar-da, sizlarda ham davlat himoyasi ostidasizlar-da. Kelib burnilaringni qonatib ketish maqsadim yo'q. Tushungandursiz? Ancha joyda ochib qo'ying, 7 soticha joyda ochib bo'lishgan ekan, men o'sha xabar topganimda. O yerdan tushib kelayotgan bo'lsa, sastiqqa turib bo'lmas edi. YouTube'ga chiqarishgandan beri ekologiya keldi, kadastr keldi. Tinchlik bo'lmayapti. Ha, u ko'chani boshida bizdan oldin qilib kelgan uni odamlarga indamayapti-ku, mana bog'ning ichiga kirib turib uy qurib olgan. 15 yildan beri birov xabar olmagan, qaramagan. Syomka qilib ketibchi, xalq bilan nimani o'sha hokimiyat oralig'idacha kelishmovchilik kelib chiqyapti-da. Siz mana manipulyator chaqirtirib, soatiga pul to'layapsiz, adashmadimmi? Sizga hech kim bergan yo'qmi pulni? To'lab bergan yo'q. O'zingiz qilyapsiz, aholi uchun qilib beryapsiz. Endi mayli. Va turli xil davlat idoralari tomonidan hattoki o'zi qilib berishi kerak bo'lgan, majburiyati bo'lgan idoralar tomonidan, ya'ni sun'iy ravishda aralashuvlar bo'lyapti ekan. Toshtarozini bir xil ko'ringlar, o'zlaringni boshqarma boshliqlarini yo zamlarini javobgarlik masalasini ko'rib chiqinglar-da, o'sha viloyatdagilar. Ziyoratgohmida aytlar? Yo'q. Birorta ziyorat qilib kelar. Xona bolachalar bo'lsa chayan chiqadi, ilon chiqadi, chaqaradi. Nimaga 15 yildan beri birorta odam kelib xabar olmagan balki. Qilib bermagan. Sababdan tuman mas'ulligi yoki viloyat boshqarmasi bitta chiqishi bilan sразу kelib o'rganishni o'rniga sразу jarimaga tortib va boshqa qilib to'xtatadi tadbirkorni. Unga savolni qo'yaman men albatta. Bu millionlab pulni sarflayapti ekan, endi mana shu qilayotgan ishi kimgadir yoqmay qolgan. Nima deysizlar, birodarlar? Biz rozi. Biz qarshi emasmiz. Mana shu vakillar xalq vakili chiqyapti. Nimalik g'amimiz bo'lsa, nima chiqyapti? Bundan boshqa xalq ko'rmadimmi? Mana aka rasmiy insonsiz. Tuman hokimligi tomonidan qaror berilyapti. Suvdan kamchiligimiz bor dedi. Bo'lmas suvni qilib beraman deb. O'sha 3-gacha qilib beramiz 100%. 150 ming ekan turish hozir mana 300 ming yutyapti. Bu degani mingta xo'jalikdan 300 million degani. Aql qo'zg'ayapti-ku, tekshirib bermayapti-ku. O'shaga malham beramizmi? Agar qurbingiz yetsa, keling marhamat Satkekda xalqi sizlarni kutyapti. O'z ko'zingiz bilan ko'ring. Antikorrupsiya. Assalomu alaykum aka, sog'ligingiz yaxshimi? Siz tinchmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Mana shu yerda tarmoqlarda chiqish bo'lgan ekan. Mana bu yerlar buzilyapti, ko'lanyapti deb. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tinchmisizlar, yaxshimisiz? Yaxshimisiz aka? Rahmat. Hormanglar. Sekin aka. Tarmoqlarda chiqish bo'lgan ekan, masjidlar ko'lanyapti, madaniy meros buzilyapti, tabiatga zarar yetkazilyapti. Tadbirkor bog'roq quryapti deb. O'sha tadbirkor kim? Men bo'laman. Siz bo'lasizmi aka? Tepadagi bog'man aka. Hop. Mayt. Aka, men Elyorbekman, familiyam Tojiboyev, Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasining maxsus muxbiriman. O'sha bir ikkitasi kelib yoritibdi batlarni, boshqa qilibdi, bir tomonlama noxolis axborot tarqatilganmi, tarqatilmaganmi bilmaymiz, ikkinchi taraf eshitilmagan ekan deyshti. Shunga bizga endi videolarni tashlab berishdi, o'rganib bering deyshti. Endi yaxshi insonlar bor ekan. Shunga keldim aka. Batda egasi siz bo'lsangiz, biz xolis surishtiruv qilib beramiz. E'tirozingiz yo'qmi? Yo'q, e'tirozim yo'q. Marhamat bo'lmasa aka, men mikrofon taqiyapman sizga. Bu yerda siz olgansiz-a? Ha. Shu yerda tadbirkormisiz? Ismingiz kim? Hamidullo. Hamidullo aka. Bu yerlar ko'langanmi? Ko'langan, endi bu maytlar adir nima juda xarob joy edi. Kim ko'lagan? Endi mahalla bilan kelishib, mahalla bilan undaq qilib ko'langan. Bu yerim orqasi edi bu. Mana oqsoqollar shetda agar nima bo'lsa, shu obod qilib ber mahallani deb, men ko'chat ekib, maytajicha chiroyli qilib ko'kalamzor qilib ber degan maqsadda qilingan edi, xolos bu.
Hujjatlaringiz bormi? Hujjatlarim bor. Tanishib chiqsak bo'ladimi? Bo'ladi. Aka 1-2 milliardlik to'g'risi investitsiya olib kirmoqchi biz. Tepada o'sha bor aka bir ishlab chiqarish qilib ish o'rin yaratmoqchi biz. Batta unisi keladi, bunisi keladi, u ketadi, bu ketadi. Aka batta o'zi oldingi holini ko'rilsa. Siz kim bo'lasiz aka? Shu sheriklari bo'ladi. Sherikligi asosida qilyapsizlar. Bog'man. Qancha investitsiya kirityapsizlar? Bir 2 milliardlik kirgizamiz, xudo xolasa. Hamma yo'la tayyorlab. Ish o'rni yaratasizlarmi? Nechta? Bir endi 200 ta yaratadi. bo'ladi. 200 ta 300 ta? Endi hozir Yoshlar bo'ladimi ishchilarning ichida? Haqiqiy endi nimasi yoshlar-ku aka. Bu yerlarda oldin bir me'moriy obida bo'lganmi? hech qanaqangi mana Adirli bo'lgan xolos. qadrli bo'lgan, albatta unaqa me'morlik saqlaydigan hech nima bo'lmagan. Albatta chayan, ilon, har xil hasharotlar, hamma narsa bo'lganda biz hozir albatta shu holatga keltirib qo'ydik. Albatta nima bo'ladi? Asfalt bo'ladi bitgandan keyin aka. Bu mahallaga mana to'g'risi suv tushirib beramiz. Mahallada ichimlik suv yo'q. 15 yildan Bu beri yerlar adirlik tashlandiq joy bo'lganda, tushunishim bo'yicha shunaqami? Ha. Batlarni yoniga odam kelgan holda aqaba nima deydi? Har xil Xilvat joy bo'lgan. Joy bo'lgan. Bu yerga- Odam o'ldirib tashlab ketsa ham birov bilmaydi batta. Gapni ochig'ida qorong'u joy. Bitta mahallaga kechasi kiringda aka, zimiston aka. Balki svet o'rnatamiz, boshqa qilamiz, asfalt qilamiz, suvni olib kelib berdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Tuzimsiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, o'qituvchi yaxshimisiz? Rahmat, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Akalar xizmat. Kecha anaqa bo'ldi. Yana nima bu muammo bo'lyapti? O'shanga ayrim shaxslar tomonidan bu yerlar o'rganib ketilib, bir tomonlama axborot tarqatilganligini oqibatida tadbirkor aziyat chekyapti, aholi norozi bo'lyapti deyishganiga kelib xolis o'rganib bering deyishdi aka menga. Bu yerda masalan aholi eshitilmabdi. Yo birortasi kelib sizlardan so'radimi? Shu yerda yashaysizlarmi hammalaring? Fuqarosi biz. Sizlardan birortasi kelib bir so'radimi? Sizlardan kelib hech kim so'ramadimi? Bu bolalar bilan o'zimiz kelishgan holatda hammamizni qilib berib, qanaqa qiladigan bo'lgan suv puvimizni hammamizni qilib masjidlar tashlandiq joy edi. Bashi bolalarga anaqa kelishilgan holatda qildiryapmiz. Bizga birov kelib anaqa qilgan yo'q. Sizlarga o'xshaydiganlar kelib mana qilib so'mka qilib ketib ish bermayapti. To'g'ri tushunasizlar akalar. Boshida o'zimiz olib kelganmiz. Uni ham aytib. Sizlar mana televideniyadami, sizlar blogermi, sizlar bilmadik-ku. Sizlarga o'xshaydigan 100 tasi kelyapti-da, bu bolalarga ish qildirmayapti. Bu bolalar mana aholimiz, mana mahallamiz, mana shu yerda oqsoqollarimiz bor. Bizni suvimizni qilib beryapti. Shuncha yildan beri suvimizni birov qilib bermagan. Mashlat Xudoga shukr tadbirkor ekan. Mana ustoz bolalarimiz olib chiqib hozir nimamizni bashnimizni yamashib kechagina hozir migratsiya qilishyapti. Yurgizib beramiz. 3-3larni qo'yilib dedi. Suv yetkazib boramiz bog'chaga to'g'ri dedi. Hozir o'zi pechat bosgan. 37 odam qo'l qo'ygan. Qo'l qo'yganlar ham bir rozilik xatida mana. Mahalla roziligi. Aholini roziligi asosida. Aka, tadbirkorsizlar-a? Men xolisman. Ya'ni xolis har tomonda o'rganaman-da. Ya'ni o'sha davlat hokimiyat idoralarini ham, fuqarolarni ham mana eshitamiz, chunki bu yerda aholisida bu hali bir tomonlama harakat qilmaganimiz menimcha yaxshi deb o'ylayman. Shunga kelishdan oldin tuman hokimligining mas'ullari bilan gaplashganimda hujjatlari bor o'zlarida. Taqdim qilishadi deyishdi-da, o'sha hujjatlarni taqdim qilsalaring. O'z boshimchalik bilan olmaganlaringni mana aholi aytayapti. Mana iltimosnoma va davlatnoma aholining roziligi xati bor ekan bu yerda. Mana bor ekan. Keyin menga o'sha nimaga asosan olgansizlar bu yerda, nimaga asosan obod qilyapsizlar? Baribir hech bo'lmasa bir xat hujjati bo'ladi-yu, bir tuman hokimligi ajratilgan qarorimi yoki bir kelishuv bayonimi, g'oliblik bayonimi yoki bir tanlov asosida olinganlik holat bo'yicha bir asos beringlar menga iltimos. Men xolis o'rganib beraman ishlaringni. Mana aholini eshitamiz biz chunki aholi tarafda biz. Hurmatli prezidentimiz nima deyaptilar? Aholi odamlarni rozi qil deyaptilar. Biz prezidentimizni siyosatiga qarshi chiqolmaymiz. Chunki mana shu ochiqlikda ham prezidentimiz berdilar-da, ya'ni aholini o'ylab tadbirkor agar yordam qilayotgan bo'lsa, biz boshimizga ko'tarib yuramiz o'sha tadbirkorni. Arzimagan bitta odamda yoki ikkita odamda e'tiroziga tayanib turib aholini norozi qilmaymiz. Sababi bizga bu ochiqlikni davlat rahbari bergan. Biz bundan unumli foydalanamiz. Ya'ni biz bloger ekanmiz yo jurnalist ekanmiz deb turib, biz hali arzimagan obunachilarimizga ishonib turib tarmoqlar orqali chiqarib tashlavermaymiz noxolis narsalarni. Tushuntiraldimmi? O'shanga aka men aholini ham eshityapman, men eshitaman.
Xudo xohlasa o'rganaman, menga og'ir achchiq bo'lmasin. Nohaq bo'lsangiz nohaqni beraman aka. Haq bo'lsangiz haqni beraman. Aholini eshitaman men, chunki aholini eshitishim kerak. Chunki meni prezidentim mana shu prezidentim menga ochiqlikka yo'l ochib berdimi aka, men buni suiiste'mol qilmayman. Bloger ekanman yo jurnalist ekanman deb ketmayman aka. Men xolis o'rganib beraman, chunki O'zbekiston Respublikasi fuqarolarsizlar-da, sizlarda ham davlat himoyasi ostidasizlar-da. Kelib burnularingni qonatib ketish maqsadim yo'q. Tushungandirsiz? Shunga xolis o'rganamiz, oqsoqol. Bir tomonlama harakat qilmaymiz. Aholi ekansizlar. Mana eshityapmiz. Mana bu bolalar, mana xolis, bu bolalar bu yerda qachon olishgan oqsoqol? Hech qancha bo'lgan yo'q. Noyabrda. Nima biladi mana xotin? Noyabr oyida. Assalomu alaykum opa. Assalom, yaxshimisiz? Noyabr oyida mana shu yerda to'lashni boshlashdi, maytda mani rahmali bucham bor, dekabrda o'tib qoldilar. Hech ham hali shovqiniga yotolmabdilar. Keyin menga telefon qildilar. Mana shu yerda shunaqa qilishyapti dedilar. Men dedim, onam aralashma mahallani muammosiga deganlar uchun aralashmayman dedim. Onam endi buchami usullari bo'ladi. Onamga biroz aytsangiz dedim, mayli dedim, borib dedim, bir nima qilib ko'raman dedim. Sen meni onamga chiqqanlar, o'tib qoldilar dekabrda rahmali, joylar jannat bo'lsa bucham. Kasaldilar o'sha paytda. Keyin keldim men, kelib bir qator to'xtattirdik. To'xtattirsak 3-4 kun bular ishni to'xtatishgan bo'lishib turib, yana boshlashaverdi. Keyin men o'zim o'sha Shuhrat Esanov degan nimani blogerni chaqirdim o'zim. Chaqirib, maqsadim baytda nima maqsadda buni? Ya'ni murojaatchisiz bo'lganmisiz? Murojaatchi men bo'lganman. Bu bolalar qatli bolalar, Satkedi bolalari bas ekan. Bir qator aytib to'xtattirdi. Yana 3-4 kun ishni to'xtatib qo'yishib, yana qilishadi. Katta nima Samsung nima traktorlarda urishayotgan bo'lgan. Ancha joyda ochib qo'ying, 7 soticha joyda ochib bo'lishgan ekan. Men o'sha xabar topganimda. Keyin shuna deb chiqarib bordik ijtimoiy tarmoqqa. Keyin bular kelishdi meni oldimga. Opa dedi, biz o'zimiz kirib olganimiz yo'q. Mana shu yerda dedi, men tepani egasiman, uni yerda egasi ekanlar bab. Ukamiz. Mana shu yerda egasiman men. Men xato qilibmanki, sizlarga uchramabman. Kattalarga uchramasdan mana shu yerda o'zim nima qilib boshlab boribman dedi. Maqsadingiz nima opa dedi? Maqsadim mahallani ko'ryapsiz dedim. Ichimlik suv muammo dedim. Asfallarini ko'ryapsiz dedim. Asfallari mana shu o'ydim chuqur bo'layotib dedim. Mayli dedim, asfalini dedim, bir amallar dedim qilib berishar rahbariyat. Lekin dedim, odamlarning uyida ichimlik suv yo'q dedim. Ayrim joylarda tochka tushirib qo'yilgan, xolaganda suv keladi, xolaganda kelmaydi. Ko'pchiligida quduq dedim. Endi quduqni bilasiz, o'z sog'liqqa qanaqa zararligini. Keyin aytib bog'chamiz bor, bog'chamizda yozichi qorovul bo'lishlaysizmi hozir ham siz? Suv bo'lmaydi. Mana bog'chada suv bo'lmaydi. Atrofda shuncha tadbirkor bor, biror marta yo kelib bog'chaga yordam bermagan. Keyin bu bola keladiki menga. Opa dedi, mahallangiz bitta katta problemasini ayting, hal qilib beraman dedi. Men dedi tadbirkorman dedi. Endi suvni qilib bera olasizmi dedim. Suvni muammosi nihoyatda odamlar qiynab yubordi yerda. Mana shu bog'chada ham bolalar dedim, kran suvini ichmayapti, quduq suvini ichadi. Suvni ichyapti bolalar o'zi. U ham dedim, hali yozda so'rilib ketadi, ariqdan ichishadi, o'ta ziyoratgoh bor, har xil narsa tashaladi u ariqda, suvga ichimlikka yaroqsiz ham opa qilib beraman dedi. Ishni boshlang dedim. Mayli birinchi suvni qiling dedim. Biz ham open budjetga qo'yamiz bu yil, to'xtab turing deyishib o'zlari mana shu kattalar to'xtatishdi bari. Men noyabr oyida bo'lgan nima? Open budjetga qo'yishdi ham suvni muammosini. Yutishalmadi. Open budjetga ham ichimlik suvni qo'yishmabdi. Yer sug'arish deb qo'yishgan. O'shancha ilovani shuna deb qo'yishgan. Kim ilovani bosh muharriri bo'lsa, shuna deb ilovani qo'yibdi. Yer sug'arishga yutishalmadi. Keyin yutishalmagandan keyin men ishni boshlamaysizlarmi? Mahalla sizlarga ishonib turibdi, suvimizni qilib beradi desam, keyin ishni boshlashdi. Boshlashodi, yana kelib o'sha Shuhratjon syomka qilibdi. Meni ko'rganlar menga telefon qilib, "Sen olib keldingmi? O'zi qilishyapti-ku ishni. Suvni bashnasini remont qilyapti, o'zing ko'ryapsan" dedim. "Men olib kelganim Shuhratlar" dedim. Keyin Shuhratga telefon qildim men. "Sen men dedim, mehnatim oxiriga yetib boraman. Siz dedim, men tushunmadim. Siz birinchi o'zingiz murojaatchi bo'lib chiqib turib, keyin ular tomonga o'tib oldingiz" dedi. "Bu bilan nima deyapsiz meni?" dedim. "Ular tomonga o'tib olgan bo'lsam, men dedim, mahallaga bitta katta problema suvni hal qilib beraman degancha, men o'shalar qo'llab-quvvatlar, mahalla qo'llab-quvvatlagan" dedim. "Qo'limizda dedim, mahallani dedim, pechati urilgan, rais, imomlar qo'l qo'ygan 37 ta fuqaro qo'l qo'yib bergan qog'ozimiz bor" dedim. "Siz dedim, birinchi mendan so'ramasdan borishdan oldin, ya'ni kelishdan oldin menga telefon qilmasdan desam, keyin o'chib qoldi telefon. Keyin qilsam olmadilar. Mana shu endi bilmayman, bular bir hafta bo'ldi ish boshlaganlar, qancha bo'ldi bashnani qilayotganlaring. Bular boshida ham boshlab qilib berishardi. Open budjetga qo'yamiz, katta mablag' yutib olsa deyishdi. Mana shu yerda o'zi odamlar aytishdi. Keyin open budjetga ham qo'yishdi, yer sug'arish deb qo'yishdi nimani. Loyihasini. Ya'ni tushunishim bo'yicha hozir eng mahallani eng asosiy o'sha
davlat hokimlik idoralari tomonidan qilib berilmagan narsa tadbirkor tomonidan qilib berilyapti. berilyapti. Shundan rozisizlar. Mahalla kelishib turib tadbirkor qilib beryapti. Mahalla lekin rozi mana bu. Bemalol assalomu alaykum otaxon. Buni tutmasangiz ham mana shu dash ana asfalt yo'q edi. 85 ga kirdim. Men bunaqa yolg'on qolgan gapni gapirishni yomon ko'raman. Ana shu dashda traktor chizdim, yerda 1,5 gektar yer ochdim. Bunaqangi joylar, bunaqangilar birovlar mana o'shadan tushib kelayotgan bo'lsa, sastiqqa turib bo'lmas edi. Musorda olib otarishardi. Yo gapini otib bo'lsa aytib bering. Axlatxonamida bu yerlar? Axlatxona mana bu yerga kelib qolgan. Menda syomkasi bor. Endi menga qarang. To'g'ri aytyaptilar. Mana axlatxona ham ko'chadi. Butun satkalar kasal bo'lsa, o'sha axlatxona mana shu axlatdan ifloslikdan chiqib kelyapti o'g'lim. O'mi? Jon o'g'lim. Kimga obod qilaman deydigan bo'lsa, ularga hech qanday to'sinlik qilmanglar. Qilishsin. Niyati maqsadiga yetsin. Mana majata ancha chiroyli qildi. Endi sizlardan iltimos o'g'lim qancha kerak yo'lni keng qilinglar. Yo'l qancha keng bo'lsa, shuncha umringiz uzoq bo'ladi. To'g'ri, yo'lga qilinsa so'g'ri. Ha. Meni gapirgan gapim shu. Bu bolalarda hech qanday opsiya qilibdi, puli bor ekan qilibdi. Bizga o'shada men arochada o'tiribmiz. Pulimiz yo'q qilolmayapmiz. Davlatga rahmat. Kambag'allarni bosh narsalar. Endi bizni nimamizda bitta odam yo'qki, mana idoramizda. Sen nima bo'lding? Sen nima qilyapsan? Nima ishing bor? Deydigan odam yo'q. Ko'chka olash bo'lsa, birinchi ochirdan bizni satiydi. Men 85 ga kirdim. Bunaqa bunday gapni yomon ko'raman. Haqqa haq, nohaqqa nohaq. Jon o'g'lim, bularda ishini to'xtatmaylar, qilaversin, qancha kerak yaxshilik bo'laversin. Ilohim aytganingiz kelsin. Hozir yordam bering. Alloh akbar. Hozir tushunishim bo'yicha o'zi qilolmagan va boshqa odamni ham qildirmayapti. Shu to'g'rimi hozir shunaqa tushunchaga kelishsa bo'ladimi? O'shanda davlat tumanimiz rahbariga men nima qildim? Qanaqa hokim u prezidentimiz vakili hisoblanadi dedim o'shanda. Meni xabarim yo'q dedilar. Xo'p, tuman katta joy, 70 ta 72 ta mahalla bor tuman bo'yicha. Albatta hokim yordamchisi bor-ku. U nimaga shug'ullanmadi bu bolalar bilan kelib gaplashmadi? Ey bola, sen nima maytda ochyapsan? Sen nima qilyapsan? Bu mahalla bedarvoza bas. Boshida nimaga aralashmadi? Nimaga o'tirishdi katta oylikda olib? Demak, hozir axlatxonani obod qilib qo'ygandan keyin o'sha egalari chiqyaptimi? Shunaqami? Menda syomkasi ham o'sha yerda axlat boshlangan. Axlat tushgan majlisgacha kelgan. O'g'lim, mana bu yerda tegirmon bor edi. Tegirmonda o'tirib g'allamizdan tortolmay axlat sarsig'ida. Ko'cha ko'rinib qoldi-ku, endi nima bo'lyapti? Xo'jayin chiqyapti. Men nima qilsam, dat shaharlarini sotib olibdi, boshqa bo'libdi degan gaplar bo'ldi. Dat shaharlardan qabristonga to'kildi, mahallalarga to'kildi, tekizlandi aka. To'g'risi, batda endi Xudo xolasa ishimiz davom etib tursa, ko'chaga svet o'rnatamiz, ishlab bitgandan keyin mahallalar bir asfaltlashadi, suv keladi. Hamma yo'q bo'ladi, mana aytishib. Endi batda hamma yo'qda bo'lib qolgandan keyin ikkita chiqib man qilib ishimiz orqaga ketkizishyapti. Gapni ochig'ini aytganda. Lekin mahalladan birorta odam bir suv kelib, "Sen norozimisan?" deb kelib so'raganmikin, bir so'rash kerak. Yo, birortasi batda "Men noroziman shulardan" degan bo'lsa, gap so'z yo'q. Birorta odam norozi basta. Bizda endi nimaga biz foydamiz tegyapti, o'zimiz ham bilamiz. Yo, kelib Ozomon amaki, "Metemda qilib bering" desalar, qo'limizdan kelgancha qilib beramiz. Ya bo'ldi, biz ishimiz bitta orqaga qarab ketaveramizda aka. To'g'ri gap endi. Maqsad shu. Bo'laman degandan keyin bo'lsin. Rahmat. To'g'ri gap shu, endi bor. Eng katta muammosi ichimlik suvini hal qilib berishyapti. Eng katta qishlarda yillar davomida qiynab kelingan muammosi ichimlik suvi. U kattalar mayli aytayapman, men bog'chaga umuman bolalarga mana shu tog'a necha yildan shaxsiga ishlagansiz nima bo'lib, qorovul bo'lib, mana men yolg'on gapirayotgan bo'lsam, mana shu tog'a mahalla oqsoqoliydi. Aytsinlar. Endi shu bog'chani o'zi nozdan bir tashlandi holatda bo'lganda. Siz mahalla oqsoqol bo'lgan. Men bo'lgan. Mana shu nimani o'zimiz obod qilib shu suv muammosi qiyin edi. Mana shu bolaga rahmat. Mana 10 kundan beri harakat bo'lyapti-da. Men aytdim. Bizda shunday hali 3 yo'q xonadonlarga. Men nomimda bu Skvashnoy. Men aytdimki, ukalarni, men sizlarni yurgizinglar, ba'ni to'g'rilab qo'yinglar. Lekin yurgizmay turinglar, 3 qo'ymaguncha o'rdidim. 3 qo'ysa shu nimaga bog'chaga yetib boradi-da, odamni ochib qo'yadi, oqib yotaveradi. Shuning uchun iltimosim shu bolalar rahmat, mana hozir qilib kraskasi bo'yicha qilishyapti. Ya rahmat shu bolalarga. Mana biz yo'q demay, mana 37 ta odam qo'l qo'yib berilgan, mana o'zingiz ko'rdingiz, o'qigan bo'lsangiz. Ko'rdim. Ya sizlarga o'sha kim kelar aytib shunaqa qilyapti, bolalarni ishni to'xtatyapti. Shu mahallamizda kim o'shalar o'zi? Endi sizdan bitta iltimosim bor yana. Labi ota.
mahallamizni yig'aylik. Mahallamizni oqsoqollar kim? Mahallada kim boshliq, kim gap so'zi birorta odam bilmaymiz. Mahalla oqsoqolimiz yangi bo'lgan, xo'pmi? Mahallada kimga pensiya beryapti, kimga beryapti, kimga buni birov bilmaydi. Xo'pmi? Birov bilmaydi, hech kim bilmaydi. Misol uchun men bilmayman 85 ga kelib. Bilardim, kelgan nimalarni o'sha bilasizlar, men o'zim bilan nima bilan rais bilan tarqatardim. Eksonlar bo'lardi-da, endi hozir uchun so'rayapti. Kim bo'sha boshqaryapti? Haqiqatda ancha yildan beri uyda yotibdi. 85 o'shani aytyapti-da hozir. O'sha nimani ham o'sha o'rinbosarimiz bor-ku, hokimning o'rinbosari. Haqiqatda o'sha harakat qilish kerak, hokimning o'rindamisi. Aslida, to'g'risimi? Bet kelib bolalarni oldiga biramiz kelgan yo'q. Mana biz o'zimiz kelib, mana Даже qo'l bermadi, ishonasizmi? Nimani so'rashi? Suv qilib berar ekan mahallaning eng katta muammosini hal qilib berar ekan tadbirkor. Даже qo'l qo'yib bermadi mahalla uchun. Nima qilib ishlayapti u hokim? Mahalla dadroq chiquvchi o'sha hokimga ovoz yetkazadigan odam u. To'g'rimi, akilda, to'g'rimi ekan? Haqida gap ketdi mana shu yerda. Mana shu bolalar kim kasal bo'lsa, men o'zim telefonda ana shu yerda kasalimiz bor. Ana shuni xabar olib qo'yasizlar, bo'lasam yo'q deyishmasa qo'lidan kelgancha xabar olyapti. Mana shu yerda noyabr oyida ish boshlar ekan bo'lsa mana shu bolalar. Noyabrdan shaxsiy qo'lidan kelgancha kasallardi. Qo'lidan kelgancha kimlar nima endi hozir aytib bo'lmaydi uni. Xabarini olishyapti shu bola. Qo'lida ehsoni bor bolalar ekan bolalar. Ya'ni sizlar aholi, tadbirkorlar tarafdasizlar. Albatta. Eng katta Yana bir narsa bor. Mana shu yerimiz, mana shu yer. O'zi bir hech kim foydalanmaydigan bir bunday qirli joyda 45 gradusli qirli joy bor. Aslida olganda birov yurolmaydigan, mol ham boqolmaydi batda. Endi birata giyoh ham o'smaydi. Qirli joyda mana shunday joy bor. Endi shuni shunchalik qilib yer ochishib bular ashaka yo'ldan bor qilishyapti. Yo'ldan bor qilishyapti. Birovning imoratini buzib borgan yo'q, birov ikki ko'chatini ko'chirib tashlashgan yo'q, xalqqa ziyon tekkan yo'q, lekin mana shuni eplab qilishyapti shu bolalar. Aslan bilmay shuncha faxrlar qo'l qo'yib beryapti. Shu o'rin yaratamiz yaratyapti mana bu bolalar. Anaqa sex qilib turib Hozirgi kunda mehnat munosabatlarini yaxshilash maqsadida bandlik boshqarmalari tomonidan ishchi o'rni yaratilmagan holatida ishchi o'rni yaratilmaganligini inobatga olib tadbirkor qilaman deyapti. Shunga ham to'sqinlik bo'layapti ekanda, demak ishchi o'rni yaratishga. to'sqinlik bo'lyapti. Qaysi tashkilotdan kelishyapti? Aynan masalan sizlar tadbirkor bo'lsalaring, mana tushunyapsiz, aholini ham eshityapmiz-da, eshitishimiz kerak. Majbur edik, majburiyatimiz bor. Bizni ommaviy axborot vositasi vakillarini majburiyati eshitishimiz kerak aholini. Majbur biz. Shunga eshitdik aka. Qaysi tashkilotda masalan qaysi birlaring sizlar? Sherik ekansizlar, ikkalaring rahbarmi? Rahbar kim? Rahbar siz. Qaysi tashkilotdan kelishyapti aka? Qaysi tashkilotlardan? Mana kechadan beri YouTube'ga chiqarishgandan beri ekologiya keldi, kadastr keldi. Tinchlik bo'lmayapti. Bular har 2 oyda kelib olib o'zicha syomkani qilib ketadi. Men bilan gaplashmaydi. Kelib men bilan suhbat qilsa, keyin men unga gapirishim kerak. Gaplashgan yo'q meni. Uni bitta ko'rsangiz aytayaptiki, kimdir maytimda qilyapti, kimdir erkatoy ekan, kimdir nimasi ekan, kim qilyapti biz bilmaymiz. Oqtar biz 10 kundan beri sat ketyapsiz, suv tushiryapsiz. Kelib oqtar biz bilan gaplash, bir nima bo'layotganini bil, kim qilayotganini oqtar topolmayapti. Oqtarsa topadi-da aka. Abeka kelib o'zidan o'zi olib ketaversa, hech kim birorta zo'y olayotgan mana. Biz tepada ish qilyapmiz. O'sha kelgan, qidirgan odam. Sessiya xuddi turibdi. Sessiyaga borsa, rais bor, boshqasi bor, kotibasi bor, mahalla oqsoqol imomi bor. Ular so'rasdan o'sha kelgan. Ular o'zi biladi nima qilayotgan, lekin biz o'g'irlik qilayotganimiz yo'q, o'g'riga o'xshab olib ketayotgan o'zi. Ne tepaga oqtarib bitta qo'shnidan kelyapti. Bilmadimda, so'rasa, bolalar u tepada ish qildirishyapti, suv chiqarishyapti. O'shga borsang, topasan, gaplashishda hammasi aytib beradi-da, nimaga mahalla suv chiqarayotganimiz biladi. O'shuncha biz metda yo'qmiz. O'g'irlik ko'lashyapti, biladi ham biladi ular. Nima bo'layotganini tushunmadik. Xullas o'shuncha bat ish to'xtab yo'q. Aholi norozi bo'lyapti demak, bitta shaxs qilgan xatti-harakati yuzasidan. Aholi har bitta gapida aholi norozi deyapti. Bitta eshikni bir kelib so'rab. Yo'q, men aholini eshityapman. Aholi uni harakatlaridan norozi bo'lyaptimi hozir? Aholini. Hop, eshikni bir so'rab sizcha birorta aholi men norozimandirmikin? Mana sizlar shu yerda aholisizlar. Sizlar tadbirkorsizlarda, men sizlar bilan mana birinchi marta ko'rishib turibman. Ya'ni men xolis o'rganish uchun keldim vaziyatida akalar. Sizlarni birortalaringga men kelib aql o'rgatib, yo mamlaqa deysan, yo kecha ko'rishib, yo ko'rishgan tanishchilik joyimiz yo'q-a, tanish bilishchilik.
Birinchi marta xolis mana eshityapman sizlardan. Mana men keldim. Hozir nima amalga oshiryapsizlar bu yerda hozir? Ko'chat ekyapsizlarmi? Ko'chat ekib, ko'kalamzor qilamiz. Cho'l ko'batlar, ko'kararmiki? Obodonlashtirasizlarmi? Obodonlashtiramiz. Yashil zona qilasizlarmi? Ya'ni viloyat hokimi Haylo Hayitbayevich hozir o'zini mehnati bilan qiynalib haligi malada shu insonga ham rahmat, viloyat hokimi tashabbusi bilan ko'kalamzorlashtiryapti, yashil hudud qilyapti ko'p. Hozir o'zlarining tashabbusi bilan chiqdilar bunga? Nima ekish bilan bo'lyapti hozir? Mana bu kashtana bu. Kashtandan boshlayapsizlar, xo'p? Ekib ketamiz, buni o'sha endi Qayergacha belgilab bergan? O'sha shaharli joygacha sizlarning hududlaring? Biz ko'chani boshigadir o'zi. Aka, gapni postkarlasi, xo'p, biz maytni buzibmiz, batni qilibmiz, mashina bo'libdi. Ha, u ko'chani boshida bizdan oldin qilib kelgan uni odamlarga indamayapti-ku, mana bog'ni ichiga kirib turib uy qurib olgan. Ya'ni sizdan men yurib kelayotganimda sizdan boshqa binolarni ham ko'rdim, imoratlar. Ular tekkan yo'q ichida. Yo'q, ularga syomka bo'lgan, syomka bo'lmagan ular. Bizigina qilyapti. Tekila aytdim, bog'ni ichida ekan, olib tashasi, yo'q, meniki joy deyapti. Egallab kelishyapti. Bizga kelganda shunaqa bo'lyapti. Mahalla hali andaqata ikkiga bo'linib mashina ishlab chiqyapti. Ha, bu aholi bu yerda-na? Mana shu yerda hududniki. Tushunarli. Elyorbek meniki amak. Hozir mayta o'zi kecha biz maslahat qilamiz. Tuman nimasi deputat keladi. Oqbulolik bola. Otilmaydi. Ahrorbek keladi. Kecha o'zi telefon gaplar mahalla faollar bitta izdihomdan gaplashganman. Bu rozi bo'lishgan o'shani dam olish maskaniga o'sha to'planamiz hammamiz. Sizlar ham boringlar o'sha yerga. Aniq atini nima qilib, yaxshi bo'lib kelganlar yaxshi bo'lsin. Boramiz bo'lmasam. Ular ham boradi. Hozir borsak bo'ladimi o'sha yerga? Asrdan keyinda. Asrdan keyin aytilgan. Suv qilayotgan joyini. Ama hammadan otalarga rahmat. Asrdan keyin to'planadi, va'da shunaqa bo'lgan. Gap bo'ladi. Vatlarga 1-2 oydan keyin, 3-4 oydan keyin mana shu birorta odam kiradigan bo'lsa, vatlar unaqa cho'l zona bo'lmaydi. Svet bo'lgan bo'ladi, asfalt bo'lgan bo'ladi. Netlar chiroyli bo'ladi. Hozir balki to'g'risida endi qo'pol qilayotganda odam o'ldirib tashlab ketsa ham birov bilmaydi. Bunday joylarda qorong'u joyda bir yorug'lik kirilarida svet qo'yiladi aka. Kechasi kelsa obod qilinadi. Vatlar chiroyli joy bo'ladi. Xudo sizga dast quvvatingizni, Xudo xolasi. baraka bersin. Rahmat. Qilayotgan ishingizga Alloh taolo barakasini bersin. Hech ham charchamang. Rahmat. 4 kunimiz bormi, 5 kunimiz bormi sizga qilgan obodonligingizni ko'rib olamdan o'tib ketsa ham armonimiz yo'q. Nabarot ko'chaga qilinsa savob bo'ladi, o'zidan. Savob bo'ladi. Rahmat. Duo qiling. Amin. Sizlar xalqqa duo qiling. Har iloho amin. Mana shu kelgan bolalarning hammasini Alloh taolo ishlarini oldida qilsin. Qilayotgan ishingizga Alloh taolo o'zi nasibini qo'ysin. Xudoyo mana shu o'zingizga buyurib, bola chaqangiz bilan kelib, yaxshi qo'ni qo'shni bo'lib, bir-birimizni hurmat, izzat qilib yuraylik. Allohu akbar. Omadlar bersin. Bo'lmasa mana yig'ilish bo'ladi deshyapti, o'sha yerda aholi bo'ladi-da. O'sha yerga ham bir agar e'tirozlaring bo'lmasa, o'sha yerda ham bir qatnashib qo'ysa. Ma'lum? Asrdan keyin bo'layotgan-a? Hozircha tuman mas'ullaridan so'rab qolamiz, davom etadi. Bu holat bo'yicha biz tuman mas'ullariga ham baribir yuzlanamiz. Chunki aholini bizga birinchi o'rinda aholida, ya'ni aholi uchun, aholini roziligi uchun ishlayotgan odamlar bizga kerak. Biz hozir qo'llab ham topolmayapmiz bunaqa odamlarni. Agar haqiqatan ham shularda gaplar rost bo'ladigan bo'lsa, aka, men shaxsan sizlarga va'da beraman. Shaxsan men sizlarda prezidentimizga yurgan yo'llardan yurib turib, bo'ynimda, boshimda ko'tarib yuraman. Agar haqiqatan ham aholi aytgan narsa bo'layotgan bo'lsa. Tepaga investor ham Tayyor tepaga balki ishchilarga kiyinib yechingan sharoit. Ishchilar kiyinish, yechinish xonasi bo'lishi kerak o'zi aslida. Bo'ladimi? Sharoit qilasizlarmi ishchilarga keyin? Uni qilib berish kerak. Ha, o'sha bo'ladi, tepaga investor olib kiramiz pastga. Bitta narsa qolib ketdi, o'sha birinchi murojaat qilib chiqqanimdan keyin ertasi kuni keldingizmi siz? Biz yo'q, o'sha kuni keldingiz, kirib keldingiz. Ertasi kuni tumandan Murodxon keldilar. Mayta hamma yo'lda matbuotga aytganmiz biz. Mahalla qo'llab-quvvatlar tadbirkorimiz mana. Антикоррупция.